eslamasang ham meni deb nomlanadi. Muhammad Yusuf she'ri. Shuhratxon Ziyoyev musiqasi ijro etadi. Shuhratxon Ziyoyev raqsida O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Sirdaryo viloyat bo'limi solistkasi Xurshida xonim Akbarova. Ko'zlarida hayo bilan raqqosa o'ynar, yuzlarida ibo bilan raqqosa o'ynar, raqslari ko'ngillarga beradi orom, ming ishva yu jilva bilan raqqosa o'ynar. Marhamat. Ushbu qo'shig'imiz 35 yil oldin tayyorlangan studentlik, o'quvchilik davrlarimizda. Hozir mana shu dargohga kelgan insonlar orasida qarindosh urug'larim, ustozlarim, muxlislarim, sinfdoshlarim, kursdoshlarim, qo'ni-qo'shnilarim, hamkasblarim, hammalari eng yaxshi ko'rgan insonlarim mana shu yerda jam. Bugungi kunda hammalaringizni qadamlaringizga hasanat. Rahmat, chin ko'ngildan minnatdorman. Eslamasang ham meni qanday qilib tanaman, yillar o'taru seni unutolmay yonaman. Eslamasang ham meni qanday qilib tanaman, yillar o'taru seni unutolmay yonaman. Mayli men-ku xon dilim, baxtlisan sevgilim. Mayli men-ku xon dilim, baxtlisan sevgilim. Bahor kelsa bog'larga, sevishganlar sig'maydi. Mening kuygan ko'ksimda qizg'aldoqlar yig'laydi. Bahor kelsa bog'larga, sevishganlar sig'maydi. Ko'ksimda qizg'aldoqlar yig'laydi. Mayli men-ku xon dilim, baxtlisan sevgilim. Mayli men-ku xon dilim, baxtlisan sevgilim.
Eslemesen ham meni qanday qilib tanaman yillar o'taru seni unutolmay yonaman eslemesen ham meni qanday qilib tanaman yillar o'taru seni unutolmay yonaman mayli men ko'p ham dilim baxtlimisan sevgilim mayli men ko'p ham dilim